Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2 avgustdan boshlab O'zbekistonliklarning hayotiga, ayniqsa chet elda ishlayotgan, Rossiyaga borib kelib yurgan, patent, ro'yxat, migratsiya kartasi, mehnat shartnomasi bilan bog'liq masalalari bor insonlarning hayotiga bevosita ta'sir qiladigan yangi qonun va qoidalar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirish mumkin emas. Chunki bitta kichik xato ham jarima, deportatsiya, kirishga taqiq, ishni yo'qotish yoki oiladan uzoqda qolib ketishga sabab bo'lishi mumkin. Men bugun masalani qo'rqitish uchun emas, tushunarli qilib oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntirish uchun aytyapman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy maslahatlarni oxirgi qismida beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamlarni katta muammolardan saqlab qoladi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'pchilik yurtdoshlarimiz chet elga, ayniqsa Rossiyaga ishga borardi, aeroportdan o'tardi, migratsiya kartasini olardi. Keyin ro'yxatdan o'tardi, patent qilardi yoki ish beruvchi orqali rasmiylashtirardi. Amaliyotda esa ko'p odamlar hujjatlarni oxirgi kunga qoldirardi. Kimdir ro'yxat muddati tugaganini bilmay qolardi. Kimdir patent uchun to'lovni 1-2 kun kechiktirardi. Kimdir manzilni o'zgartirib, yangi joyda qayta ro'yxatdan o'tmasdi. Oldin bunday holatlarda hamma ham darhol jiddiy oqibatga duch kelmasdi. Ayrimlar jarima to'lab qutulardi. Ayrimlar keyin to'g'rilab olaman deb yurardi. Endi esa yondashuv o'zgaryapti. Yangi tartiblarning asosiy mazmuni shuki, migratsiya qoidalariga rioya qilmagan odam endi oddiy hujjati biroz kechikkan odam deb qaralmaydi. Balki nazorat ostiga olinadigan, rasmiy bazalarda ko'rinadigan, ayrim huquqlari cheklanishi mumkin bo'lgan shaxs sifatida ko'riladi. Bu juda katta farq, chunki oldin muammo faqat politsiya tekshirgan paytda yuzaga chiqardi. Endi esa ma'lumotlar bazalar orqali tezroq ko'rinadi. Ro'yxat muddati, patent to'lovi, mehnat shartnomasi, yashash manzili, kirib chiqish sanalari bir-biriga solishtiriladi. 12 avgustdan keyingi eng muhim o'zgarish shundaki, tartiblar qat'iylashadi, nazorat kuchayadi. Noqonuniy holatda yurgan chet el fuqarolariga nisbatan choralar tezroq qo'llanishi mumkin bo'ladi. Bu faqat Rossiyada ishlayotgan odamga emas, uning O'zbekistondagi oilasiga ham ta'sir qiladi. Masalan, bir odam oyiga 70 ming rubl topib, uyiga 40 ming rubl yuborib turgan bo'lsa, hujjatdagi bitta xato sababli deportatsiya qilinsa, nafaqat o'zi ishsiz qoladi, balki uyidagi kredit, ijara, davolanish, farzandining o'qishi ham xavf ostida qoladi. Endi kimlar alohida e'tiborli bo'lishi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi toifa, Rossiyada yoki boshqa davlatda ro'yxatsiz yashayotganlar. Agar siz manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, lekin eski manzil bo'yicha ro'yxatda turgan bo'lsangiz, bu xavfli. Ko'pchilik shunday deydi. Men akamnikida ro'yxatda turibman, lekin aslida boshqa tumanda kvartirada yashayman. Oldin bu holat ko'p tekshirilmasa ham, endi ish joyi, yashash joyi va ro'yxat manzili mos kelmasligi savol tug'diradi. Tekshiruvda sizdan qayerda yashaysiz deb so'rashadi. Agar javobingiz hujjatdagi manzilga to'g'ri kelmasa, muammo boshlanishi mumkin. Ikkinchi toifa, patent bilan ishlayotganlar. Patent to'lovi vaqtida qilinishi shart. Masalan, siz har oy 25 sanada patent uchun to'lov qilishingiz kerak. Siz esa 27 sanada to'ladingiz. Ko'pchilik 2 kun nima bo'pti deb o'ylaydi. Lekin ayrim tartiblarda 1 kunlik kechikish ham patentning haqiqiyligini yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Patent bekor bo'lsa, siz rasmiy ishlayotgan odam emas, noqonuniy ishlayotgan odam bo'lib qolasiz. Bu esa ish beruvchiga ham, sizga ham jarima olib keladi. Uchinchi toifa, mehnat shartnomasiz ishlayotganlar. Ko'p yurtdoshlarimiz qurilishda, oshxonada, taksida, omborda yetkazib berish xizmatida ishlaydi. Ish beruvchi hujjat keyin bo'ladi. Hozircha og'zaki ishlayver, oylikni naqd beraman desa, bu juda xavfli signal. Chunki tekshiruv bo'lsa, siz ish joyida turibsiz, lekin shartnomangiz yo'q demak. Sizning maqomingiz isbotlanmagan. Ish beruvchi esa ko'pincha o'zini olib qochadi. Bu odam meniki emas, vaqtincha kelgan deb aytishi mumkin. Natijada muammo sizning bo'yningizga tushadi. 4-toifa. Kirib chiqish muddatini hisoblamaydiganlar. Masalan, bir odam yil davomida 90 kun turish mumkin bo'lgan rejimda yuribdi, lekin sanalarni aniq hisoblamaydi. Yanvarda kirdim, martda chiqdim, iyunda yana kirdim, avgustda yana keldim deydi. Lekin jami kunlar yig'ilib ketganini bilmaydi.
chegarada yoki ichki tekshiruvda esa tizim buni ko'rsatadi. Agar ruxsat etilgan muddatdan oshib ketgan bo'lsangiz, jarima. Chiqarib yuborish yoki keyingi kirishga taqiq qo'yilishi mumkin. Keling, hayotiy misol qilamiz. Andijonlik Bekzod degan yigit Moskvaga ishga bordi. U mart oyida kirdi, ro'yxatdan o'tdi, lekin patent to'lovini may oyida kechiktirdi. Ish beruvchi unga hech narsa bo'lmaydi dedi. Bekzod ishlashda davom etdi. Avgust oyida metro yaqinida hujjat tekshiruvi bo'ldi. Bazada patent bilan muammo borligi chiqdi. Endi Bekzod uchun vaziyat oddiy jarima bilan tugamasligi mumkin. U ishlash huquqini yo'qotgan, ro'yxati shubhali, ish joyi rasmiy emas. Bitta kechiktirilgan to'lov butun zanjirni buzib yubordi. Yana bir misol. Farg'onalik Dilnoza opa oilaviy enaga bo'lib ishlaydi. Uni uy egasi ro'yxatga qo'ygan, lekin keyin boshqa uyga ishga o'tgan. Yangi uy egalari ro'yxat shart emas, hech kim bilmaydi degan. Dilnoza opa esa bolalar bilan band bo'lib, hujjatga e'tibor bermagan. Tekshiruvda uning ro'yxati bir manzilda, o'zi boshqa manzilda ekani aniqlansa, bu yolg'on ma'lumot sifatida baholanishi mumkin. Bu holatda ayol kishi yolg'iz ishlayotgan inson. Oilasini boqayotgan ona bo'lishi yengillik bermasligi mumkin. Qonun hujjatga qaraydi. Kimlar uncha xavotirlanmasa bo'ladi. Agar sizning pasportingiz joyida bo'lsa, migratsiya kartangiz to'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, ro'yxatingiz amaldagi yashash manzilingizga mos bo'lsa, patent yoki ishlash ruxsatnomangiz vaqtida to'langan bo'lsa, mehnat shartnomangiz bor bo'lsa va siz kirib chiqish muddatlarini buzmagan bo'lsangiz, vahima qilish shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish kerak. Chunki ko'p xatolar odamning o'zi bilmagan holda yuz beradi. Ish beruvchi hujjat topshirmagan bo'lishi mumkin. Ro'yxat qilgan odam muddatni noto'g'ri yozgan bo'lishi mumkin. Bank to'lovi vaqtida o'tmagan bo'lishi mumkin. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gaplashaman. Birinchi nozik jihat, menda chek bor degan gap har doim ham yetarli emas. Masalan, patent to'lovini terminal orqali qildingiz, lekin to'lov ma'lumotlari tizimga kech tushdi yoki rekvizit xato kiritildi. Siz qo'lingizda chek bilan yurasiz, lekin bazada to'lov ko'rinmaydi. Tekshiruv vaqtida esa birinchi navbatda baza ko'riladi. Shuning uchun to'lov qilgandan keyin chekni saqlash bilan birga imkon bo'lsa to'lov o'tganini tekshirtirish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Ro'yxatga qo'ygan odamning o'zi ham javobgar bo'lishi mumkin. Ayrimlar pul evaziga registratsiya qilib beradi, lekin u yerda real yashash yo'q. Bunday qog'ozdagi manzil keyinchalik katta muammoga sabab bo'ladi. Agar bir xonadonda 20 yillik o'tin odam ro'yxatda tursa, bu albatta shubha uyg'otadi. Siz men bilmaganman desangiz ham, qonuniy jihatdan siz ham bu jarayon ishtirokchisiz. Uchinchi nozik jihat, ism, familiya, tug'ilgan sana. Pasport raqamidagi bitta harf yoki raqam xatosi ham katta muammo chiqarishi mumkin. Masalan, pasportda o'g'li yozilgan, tizimda o'g'li deb ketgan yoki tug'ilgan sana 1994 o'rniga 1995 bo'lib qolgan. Oddiy ko'ringan bu xato bazada sizni boshqa odamdek ko'rsatishi mumkin. Natijada patent, ro'yxat va chegara ma'lumotlari bir-biriga ulanmay qoladi. To'rtinchi nozik jihat, maqsadni noto'g'ri ko'rsatish. Migratsiya kartasida kelish maqsadi ish bo'lishi kerak bo'lgan holatda xususiy yoki mehmon deb yozib qo'ygan odam keyin patent olishda yoki ishga kirishda qiynalishi mumkin. Ko'pchilik aeroportda shoshiladi. Qator katta bo'ladi. Kimdir farqi yo'q deydi, aslida farqi bor. Hujjatdagi maqsad keyingi harakatlaringizga mos bo'lishi kerak. 5-nozik jihat, ish beruvchiga ko'r-ko'rona ishonish. Ish beruvchi sizga hammasini o'zim qilaman desa ham, siz nusxalarini talab qiling. Mehnat shartnomasi nusxasi, ishga qabul qilinganlik haqidagi hujjat, patent to'lovi, ro'yxat muddati, sug'urta polisi, tibbiy hujjatlar, bularning hammasi sizda ham bo'lishi kerak. Chunki tekshiruv vaqtida ish beruvchi yo'lingizda bo'lmasligi mumkin. Telefonni ko'tarmasligi ham mumkin. 6-nozik jihat. Qarindoshnikida yashash ham avtomatik qonuniy degani emas. Men ukamnikidaman, men amakimnikidaman, men do'stimnikidaman degan gap ro'yxatni almashtirmaydi. Agar yashash joyingiz o'zgarsa, belgilangan muddatda rasmiy tartibda xabar berish, qayta ro'yxatdan o'tish kerak. Ayniqsa bir shahardan boshqa shaharga ko'chsangiz, masalan Sankt-Peterburgdan Moskvaga yoki Moskvadan Qozonga borsangiz, bu masala yanada muhim bo'ladi. 7-nozik jihat. Deportatsiya yoki kirishga taqiq faqat o'sha kunning muammosi emas. Masalan, sizga 3 yil kirishga taqiq qo'yildi. Bu degani, siz 3 yil davomida o'sha davlatga ishlashga bora olmaysiz.
Agar sizning asosiy daromadingiz shu joydan bo'lsa, oilaviy byudjet qulaydi. O'zbekistonda kredit olgan bo'lsangiz, to'lovlar kechikadi. Farzandingiz kontaktga o'qiyotgan bo'lsa, o'qish xavf ostida qoladi. Demak, hujjat masalasi shunchaki qog'ozbozlik emas. Bu oilaning iqtisodiy xavfsizligi. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, barcha hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Pasport, migratsiya kartasi, ro'yxat varaqasi, patent yoki ishlash ruxsatnomasi, patent to'lov cheklari, mehnat shartnomasi, tibbiy sug'urta, yashash joyi bilan bog'liq hujjatlar, ish beruvchi ma'lumotlari, hammasining asli va nusxasi bo'lsin. Telefoningizda ham skaner qilingan shaxsni saqlang, lekin faqat telefonga ishonmang. Telefon o'chib qolishi, yo'qolishi, internet ishlamasligi mumkin. Ikkinchi qadam, muddatlarni yozib chiqing. Qaysi kuni kirgansiz? Ro'yxat qachon tugaydi? Patent to'lovi qachon? Sug'urta muddat qachon? Pasport muddati qachon tugaydi? Bularni daftarga yoki telefon kalendariga yozing. Men tavsiya qilaman. Har bir muhim sanadan 10 kun oldin eslatma qo'ying. Masalan, patent to'lovi 25 sanada bo'lsa, 25 sanada eslatma chiqsin. Ro'yxat 1 sentabrda tugasa, 20 avgustdan harakatni boshlang. Oxirgi kunni kutmang. Uchinchi qadam, ro'yxat manzilingizni tekshiring. Siz qayerda yashayapsiz? Hujjatda qayer ko'rsatilgan? Agar farq bo'lsa, darhol to'g'rilash yo'lini qidiring. Buning uchun yashayotgan uy egasi, ish beruvchi yoki migratsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi rasmiy idoraga murojaat qiling. Hech qachon ko'chadagi tez registratsiya, arzon patent, bich foiz kafolat degan e'lonlarga ishonmang. Arzon va tez ko'ringan narsa keyin juda qimmatga tushishi mumkin. 4-qadam, ish beruvchidan hujjat talab qiling. Meni rasmiy ishga olganmisiz? Mehnat shartnomasi qayerda? Mening ma'lumotlarim topshirilganmi? Patentim bo'yicha hammasi joyidami deb so'rashdan uyalmang. Bu janjal qilish emas, bu o'z huquqingizni himoya qilish. Agar ish beruvchi jahli chiqsa, hujjat bermasa, senga shart emas desa, bu juda yomon belgi. Bunday joyda ishlash xavfli. 5-qadam, to'lovlarni faqat ishonchli usulda qiling. Patent yoki boshqa rasmiy to'lovlarni qilganda rekvizitlarni tekshiring. Chekni oling, chekni rasmga tushiring, qog'ozni saqlang. Agar kimdir menga naqd ber, o'zim to'lab qo'yaman desa, ehtiyot bo'ling. Ertaga to'lov o'tmagan bo'lsa, siz isbotlay olmaysiz. Eng yaxshi yo'l o'zingiz to'lash yoki rasmiy kassalar, banklar, tasdiqlangan xizmatlardan foydalanish. 6-qadam, pasportingizni hech kimga berib qo'ymang. Ayrim ish beruvchilar yoki vositachilar pasportni olib qo'yadi. Bu noto'g'ri va xavfli. Pasport sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Agar pasportingiz boshqaning qo'lida bo'lsa, siz o'zingizni himoya qila olmaysiz. Kerak bo'lsa, nusxa bering, lekin aslini o'zingizda saqlang. 7-qadam, muammo paydo bo'lsa, yashirmang. Agar ro'yxatingiz tugab qolgan bo'lsa, patent to'lovi kechiksa, pasportingiz yo'qolsa, darhol rasmiy joyga murojaat qiling. O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligi, migratsiya idoralari, ishonchli yuristlar, rasmiy maslahat markazlari bor. Biror yo'lini topaman deb noqonuniy vositachilarga bormang. Hujjatdagi muammo vaqt o'tgan sayin og'irlashadi. 8-qadam, oilangizga ham ma'lumot bering. O'zbekistonda qolgan turmush o'rtog'ingiz, ota-onangiz, akangiz yoki ukangiz sizning qayerda ishlayotganingizni, qaysi hujjatlaringiz borligini, ish beruvchingiz kimligini ish beruvchingiz kimligini bilsin. Favqulodda holatda ular elchixonaga yoki tegishli joylarga murojaat qilish kerak bo'lsa, ma'lumot bo'lishi shart. Bu oddiy ehtiyot chorasi. 9-qadam. Qarz va kreditlarni hisobga oling. Agar siz chet eldagi ishga tayanib kredit olgan bo'lsangiz, hujjat muammosi sizni daromadsiz qoldirishi mumkin. Shuning uchun hech qachon men baribir ishlayman deb rejasiz katta qarzga kirmang. Migratsiya qoidalari qat'iylashayotgan davrda moliyaviy zaxira bo'lishi kerak. Kamida 1-2 oylik xarajat uchun pul ajratib qo'yish juda muhim. 10-qadam, yangiliklarni rasmiy manbalardan tekshiring. Telegramdagi har bir xabar, YouTube'dagi har bir sarlavha, tanishlarning gaplari to'liq haqiqat bo'lmasligi mumkin. Qonun matni, elchixona e'lonlari, migratsiya idoralari ma'lumotlari, rasmiy saytlar asosiy manba shular. Men ham sizlarga doim shuni aytaman. Eshitganingizni tekshiring, hujjatingizni nazorat qiling. Oxirgi kunga qoldirmang. Demak, 13 avgustdan keyingi yangi tartiblarning asosiy mazmuni bitta. Hujjat, ro'yxat, patent, ish shartnomasi va yashash manzili masalasida beparvolik qilish davri tugayapti.
Kim hammasini qonuniy qilgan bo'lsa, xotirjam ishlaydi. Kim keyin to'g'rilayman, hech kim tekshirmaydi, hamma shunday yuribdi deb o'ylasa, eng katta xavf aynan o'sha odamda. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring, muddatlarni yozing, ish beruvchidan shartnoma tasdiqlarini oling, ro'yxat manzilini to'g'rilang, to'lov cheklarini saqlang. Bitta kunlik e'tibor sizni 3 yillik taqiqdan, katta jarimadan yoki deportatsiyadan saqlab qolishi mumkin. Sizning fikringiz qanday? Hujjatlar bo'yicha muammo bo'lganmi? Patent yoki ro'yxat bilan qiyinchilikka duch kelganmisiz? Kommentariyada yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda olsin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa sizlarga qonun, huquq va hayot uchun muhim bo'lgan masalalarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.